Toshkentda yaqinda ochilgan Bahram restoraniga kelganmiz. Bu yerda Fayz Nechevika kompaniyasi tomonidan oshxonasi uchun Nechevikadan jihozlar tayyorlab berilgan. Bugun sizlar bilan Bahram restoranining oshxona qismini ko'rib chiqamiz. Restoranning o'zi zamonaviy va estetik dizaynda qilingan. Oshxona qismi esa ish jarayoniga qulay bo'lishi uchun 3 ta asosiy bo'limlarga bo'lingan. Oshxonaga kirishimiz bilan birinchi halol zona qilingan. Bu yerda chap tomonga ish stoli bilan birga moyka o'rnatilgan. Yon tomoniga esa idishlar va sabzavotlarni joylashtirish uchun 5 polkali stelash qo'yilgan. O'ng tomonda esa o'zlari xohlagan razmerlarda 3 va 2 polkali ish stoli tayyorlab berilgan. Bu joyda tayyorlangan salatlar va boshqa mahsulotlarni qo'yish uchun esa yoniga xolodilnik vitrina joylashtirilgan. Ikkinchisi esa moyka zona. Bu qismda ikkitali moyka o'rnatilgan. Bu moykada yuvilgan idishlar postomoyka apparatida yana bir yuvilib, quritilgach, keyin individual tayyorlangan stelajlarga joylab chiqiladi. Tarelkalar uchun esa alohida sushilka polka ham o'rnatib berilgan. Bu esa idishlarni tartibli saqlash va ish jarayonini tezlashtirishga yordam beradi. Va asosiy 3-garячий zona. Bu yerda ham o'zlari istagan razmerlar asosida moyka tayyorlab berilgan. Oshxonada kerakli mahsulot va jihozlarni joylashtirish uchun esa 3 ta ish stoli tayyorlab berilgan. Bu yerdagi barcha qilingan jihozlar 430-markali pishvoy Nechevikadan tayyorlangan. Agar sizni ham restoran yoki kafengizga shunaqangi oshxona jihozlar kerak bo'lsa, Fayz Nechevika kompaniyasiga murojaat qiling. Biz sizni razmerlaringizga mos individual tarzda jihozlar tayyorlab beramiz.